ikkita crossover, Chevrolet Tracker va Leapmotor C10. Siz bu mashinalar haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin ularni faqat narxi va tashqi ko'rinishi bilan emas, har kuni sizga qancha xarajat qilinishi bilan solishtirilganini hali ko'rmagansiz. Biz bugun aynan shu maqsadda ularni solishtirib ko'ramiz. Bugun 3 ta narsaga qaraymiz: yoqilg'i yoki zaryadlash xarajati, yurish xarajati va texnik xizmat. Chevrolet Tracker 1.2 litrli turbo dvigatel va 6 bosqichli avtomati bor. Rasmiy ma'lumotlarda aralash sikldagi sarf 100 kilometrga 6,5 litr deb ko'rsatilgan. Demak, 1000 kilometr yo'lda taxminan 65 litr benzin ketadi. AI95 narxini litriga 16-17 ming so'm atrofida deb olsak, 1000 kilometrlik yurish taxminan 1 million 40 mingdan 1 million 110 ming so'mlik benzinga tushadi. Endi Leapmotor C10. Bu yerda yondashuv umuman boshqacha. Mashina to'liq elektrda harakatlanadi, hech qanday benzin sarflanmaydi. Rasmiy ma'lumotlarda to'liq zaryad bilan 605 kilometr yo'l bosishi ko'rsatilgan. Masalan, uyda zaryadlash imkoni bo'lsa, elektr tarifi va mashinaning real sarfiga qarab 100 kilometrlik xarajatni alohida hisoblash mumkin. Bu yerda eng katta farq shundaki, xarajat benzinga nisbatan bir necha barobar arzonga tushadi va har kuni zapravkaga kirish ehtiyoji umuman yo'qoladi. Keling, 10 ming kilometrga hisoblab ko'ramiz. Chevrolet Tracker uchun o'rtacha 650 litr benzin kerak. AI95 o'rtacha 16500 so'mdan hisoblansa, umumiy xarajat taxminan 10 million 725 ming so'mni tashkil qiladi. Leapmotor C10 esa 74.9 kWh batareyaga ega. 10 ming kilometr uchun taxminan 1400 kWh elektr energiyasi sarflaydi. Agar uni faqat tijorat tezkor stansiyalarida o'rtacha 3000 so'mdan zaryad qilsangiz, xarajat 4 million 200 ming so'mga tushadi. Agar asosan uyda o'rtacha 900 so'mlik tarifda zaryadlasangiz, bu masofa bor yo'g'i 1 million 260 ming so'mga aylanadi. Eng arzon tarifda esa undan ham kam. Xulosa, C10 ko'chada zaryadlansa, benzindan qariyb 2,5 barobar, uyda zaryadlansa 8,5 barobar arzonroqqa tushadi. Texnik xizmatda ham katta farq bor. Chevrolet Tracker klassik benzinli avtomobil. Motor moyi, filtrlar va dvigatel bilan bog'liq rejali xizmatlar bor. Leapmotor C10 esa to'liq elektromobil bo'lgani sababli dvigatel moyi yoki svechcha almashtirish kabi operatsiyalar yo'q. Chevrolet Tracker tanish va tushunarli benzinli variant. Leapmotor C10 esa to'liq elektrda harakatlanadigan, ayniqsa shahar ko'chalarida ekspluatatsiya xarajatlarini keskin kamaytirmoqchi bo'lganlar uchun qiziqarliroq tanlov.